Ming bir hadis. 451 hadis. Ra'sul hikmati makhafatulloh. Hikmatning boshi Allohdan qo'rqishlikdir. Mana palonchi ilmu hikmatga juda ham berilgan, juda ilmu hikmatga boy deb gapiriladi. Lekin haqiqiy ilmu hikmat egasi kim deb so'ralsa, ana shu insonni Allohdan qo'rqmasligiga bog'liq ekan. Demak, hikmatni boshi Allohdan qo'rqish bilan boshlanar ekan. Allohdan qo'rqqan kishi yolg'on gapirmaydi, ilmiy natijalarini ham yolg'on qilib odamlarga ko'z qilmaydi. Balki ilmu hikmat Alloh taoloning shunday bir ulug' ne'matiki, uni xohlagan bandalariga beradi. Mana Qur'oni Karimda ham yu'til hikmata man yasha'u va man utiyal hikmata faqad utiya khayran kaseera deydi Alloh taolo. Bu ilmu hikmat hammaga berilmas ekan. Alloh taolo o'zi tanlab ayrim bandalariga berilar ekan. Agar mana shu ilmu hikmat berilgan kishiga Alloh taolo juda katta ne'matlarni bergan bo'lar ekan. Ming bir hadis.